Hozir men sizlarga qanday qilib AI orqali video yaratishni o'rgataman. Buning uchun birorta brauzerga kirasiz va Vozo AI deb yozasiz. Va ro'yxatdan o'tasiz. Bu yerdan Generate Talking Video degan tugmani bosasiz va Start with Photo xohlasangiz Start with Video. Video bilan boshlash va foto bilan boshlashdan birini tanlaysiz. U yerga nimani gapirtirmoqchiligingizni yozasiz va bu yerdan audio yaratib olsangiz ham bo'ladi. Hozir audio yaratamiz. Bu yerga Narakit Uzbek Text to Speech deb yozasiz. Bu yerda tekst kiritasiz va Create Audio'ni bosasiz. Mana audio tayyor bo'ldi. Bu yerdan download tugmasini bosib, buni yuklab olasiz va Vozo AI ga o'tib, bu yerga upload qilgan narsangizni audioni tashlaysiz bu yerga va generate tugmasini bosasiz. Mana u yaratishni boshladi. Mana video ham tayyor bo'ldi. O'zbekistondagi birinchi milliy muhandislik platformasiga xush kelibsiz. Xohlasangiz bu yerdan export tugmasini bosib yuklab olishingiz mumkin. Bu yerdan download tugmasini bosasiz. Mana u yuklab oldi. O'zbekistondagi birinchi milliy muhandislik platformasiga xush kelibsiz.